Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, hormanglar. Demak, yugurdilaring, razminka qildik. Tak, endigi navbatdagi mashqimiz freestyle. Bu futbol paytida juda qo'l keladi. Masalan, Ronaldinho qanaqa gollar uradi? Freestyle qilib, o'yin paytida freestyle qilib gollar uradi. Juda go'zal gollar uradi. Ko'rasizlar, u mana bu Telegram kanalimizda bor, futbol kanalimizda. Shohroq, ko'zing olma teryapti. Qayerga qarayapsan? Xayoling qayerda? Nima dedim hozir? Kim haqida gapirdim? Nima qilar ekan Ronaldinho? Qattiq gapir. Freestyle qilib gol urar ekan. O'yin paytida u freestyle qiladi. Sizlarga o'xshaganday sharoit qilib qo'ymaydi hech kim. Hozir o'rganish uchun agar freestylni birorta mashqni yaxshi o'rganmasalaring, tez o'zlashtirmasalaring, takrorlayveramiz. 100 marta bo'lsa 100 marta, 1000 marta bo'lsa 1000 marta uyda ham trenirovka qilinglar. Hozirgi vazifa yana eslataman. Freestyle vazifasi nima? Maza qilib to'pni o'ynatinglar. O'zlaring rohatlaninglar. O'zlaringga yo'qsin qilayotgan ishlaring. Kecha nimani o'rgandik biz? Optimistik kayfiyatni. Futbolchida optimistik kayfiyat bo'ladi. Optimistik kayfiyat bilan, ya'ni ko'tarinki ruh bilan o'yin to'pni o'ynatinglar. Keyin oyoqda hamma qismi ishlaydi. Bet qismi, orqa tarafi, yon qismi, ya'ni to'piqdi. Yon tarafi, ich tarafi, tashqarisi, bu tarafi, yon tarafi, xullas o'ynatasizlar, tizza ishlasin, qo'rqmanglar. Qo'rqmay o'ynatinglar. Yelka ishlasin, boshni ishlatinglar. Eshitdilaringmi? Ha. Shohruh, dangasalik qilmagin. Eshitdingmi? Ha. Tushundilaringmi? Ha. Savol bormi? Yo'q. O'zlaring bilan o'zlaring, to'p bilan sizlar. Hech kim sizlarga xalaqit berayotgan yo'q. O'yin paytida, futbol paytida freestyle qilib gol ura olasizlarmi? Ura olmaysizlar, hali tayyor emassizlar. Master bo'lish kerak, master. Futbolist, master futbolist bo'lishlaring kerak. Ya'ni zo'r, mahoratli futbolist bo'lishlaring. Bo'lmasa yig'ishtirib qo'yinglar. Vaqtlaring ketkizmanglar. Bo'lamizmi? Bo'lamiz. Bo'lmasa yig'ishtiramiz. Tushundilaringmi? Ha. Hozir sizlar seleksiya gruppasidasizlar. Seleksiya degan bilasizlarmi nima? Saralash gruppasidasizlar. Saralanib bo'ladiganlaringni ajratib olamiz. Qolganlaring qolib ketasizlar. Shohruh, tushundingmi? Ha. Quloqsizlik qilaversa qolib ketasan. 1000 driblinging zo'r bo'lsin, gol urishlaring zo'r bo'lsin, qolganini qilmasang qolib ketasan. Demak, maza qilib o'ynatasizlar. Davayte, boshladik bo'lmasa. Boshladik. To'pni boshqaringlar, boshqaringlar. Qo'rqmanglar to'pdan. Do'stlashinglar to'p bilan. Ko'kragni ishlating. Hozir masalan Sanjar ko'kragingni ham ishlat. Oyog'ingni ikkala qismi lanka tepganmisizlar, lanka? Po'stakdan lanka qilib tepganmisizlar? Boshlanishda o'rgana olmasang, lankani eslarda lanka tep. Oyoqni ichki qismi bilan ikkala oyoq ishlashi kerak. Men bilmayman, hech qanaqa bahona ketmaydi. Chap oyog'im ishlamaydi, men o'ng oyoqda ishlayman, o'ng oyoqqa o'rganganman degan bahona ketmaydi. Shohruh, eshitdingmi? Qaysi oyoqda ishlaysan? O'ng oyoqda, to'g'rimi? Nima chapini ishlatmayapsan? Hozir o'rganmasang qachon o'rganasan? Sanjar, chap oyoqda ham ishlat. Faqat oyoqni beti bilan emas, qolgan qismini ham qo'sh. Balandroq, balandroq, nima qil? Qo'rqma to'pdan. Ol. Ha, lanka qilib yaxshi. Ana sirtini ham qo'shding, ichini ham qo'shding. Narigi Sanjar Abdunabiyev. Ha. Orqasini ham ishlatinglar oyoqda. Orqa qismini, to'piqda endi oyoq deyapman. To'piq degani stopa deydi o'rischasiga. Yaxshi. Ha. Yaxshi Sanjar Abdunabiyev. Haligi tizzani ham qo'shyapsan, oyoqda hamma qismini qo'shgin. To'p qochdimi qo'yinglar, chaqqonlik kerak bu yerda. Yetib olinglar to'pni, tushirmasdan o'ynatinglar, ana shunday. Ha, bo'larkan, ha. Yelkani ham qo'shish kerak, yelkani, boshni qo'shish kerak. Sanjar Abdunabiyev, ana shunday, ha. Ana maza qilib o'ynanglar, o'zlaring yayrab o'ynanglar. Ana ko'kragim ishladi, yelka ham ishlash kerak. Ko'kragni qo'shinglar, yelka, vo!
Sanjar yaxshi Sanjar Abdunabiyev. Yaxshi, молодец. O'rganasizlar, mashq qilish kerak faqat, dangasalik qilmaslik kerak.